Jabbor Alloh nido qiladi: "Ey odam! Ey odam, olovga yuboriladigan guruhni olib ket. Ey odam, olovga yuboriladigan guruhni olib ket." U so'raydi: "Ey Robbim, olovga yuboriladigan bu qanday guruh?" Va u zot aytadi: "Har 1000tadan 999 tasi olovga va bittasi jannatga." Shunchaki ushbu suratni ko'z oldingga keltir. Ey falonchining o'g'li falonchi deb chaqirishsa, Allohning qarshisida turishga tayyorlan. Zaboniya farishtalar saflar orasidan seni yetaklab kelishadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar: Alloh bandasini qiyomat kuni o'ziga yaqinlashtiradi va u bilan o'ziga parda tortadi, ya'ni satr qiladi. Keyin uni gunohlarini tan olishga majbur qiladi. Falonchi, eslaysanmi, sen falon kuni falon gunohni sodir qilgan eding? Eslaysanmi, falon kuni iymon keltirgan va tavba qilganni esa, sog'lom qalb bilan Allohni uchratganni esa, Allohning qahridan qo'rqib Allohni uchratgan inson. Banda o'zining gunohlariga iqror bo'laveradi, hatto halok bo'ldim deb gumon qilib qoladi. Va rahimlilarning eng rahimlisi bo'lgan zot aytadi: "Men sening gunohlaringni sen uchun dunyoda yashirdim va bugun men sening gunohlaringni mag'firat qilaman. Dunyoda sening gunohlaringni yashirgan edim. Bugun esa ularni mag'firat qilaman." Va uning nomai amoli unga 10 tarafdan beriladi. Va saflar orasidan kulib va xursand bo'lib yo'l oladi. Oxir oqibat esa bas u rozilik hayotidadir. Keyin yana nido qilishadi: